Sizlar bilan Ziyor kanalimga xush kelibsizlar. Hozirgi videoyimda TP-Link routerlarini sozlashni 3 ta yo'lni men sizlarga o'rgataman. Birinchisi bu sayt orqali, to'g'rirog'i saytlar bilan ishlaydigan ilovalar orqali, ya'ni bu Chrome, Google, Safari, Yandex ilovalari orqali sozlasangiz bo'ladi. Ikkinchisi bu ilova orqali, ilovamizning nomi Teaser. Teaser ilovasini TP-Link kompaniyasi, ya'ni o'sha router ishlab chiqarilgan kompaniya yaratgan va yaratilishi uni sozlash uchun va boshqarish uchun yaratilgan u ilova orqali ham sozlashni men sizga o'rgataman. Uchinchisi bu sayt orqali, o'sha xuddi shunaqa Google, Chrome orqali faqatgina notebook va kompyuter orqali sozlasangiz bo'ladi. Hozirda oldimda na notebook na kompyuter bor, lekin men sizga tavsiyalar berib o'taman. O'sha orqali qilib siz o'zingizni routeringizga sozlasangiz bo'ladi. Yana bir kichkina bir detalni aytib o'tadigan bo'lsam, ko'rinishdan kichkina, lekin juda ham katta ahamiyatli narsa bu sizni internet provayderingiz. Hozirda men sozlaydigan sozlamalar faqatgina Turon Telekom va DHCP IP adresda ishlaydigan internet provayderlar uchun ishlaydigan sozlamalarni ko'rsatib o'taman. Agarda siz boshqa provayderda bo'ladigan bo'lsangiz, bu sozlamalarni bajarmasligingizni tavsiya qilaman. Xo'sh, bo'lmasam videoni boshlaylik. Birinchi bo'lib turib, Wi-Fi'ngizga ulanib olasiz. Hozirda men Wi-Fi'ga ulanib olganman. Siz ulanishingiz uchun routeringiz orqasida o'zini nakleykasi bor. O'sha nakleykasida SSD degan joyi bo'ladi va ya'ni pasport, ya'ni o'sha parol joyi bo'ladi. Siz o'sha nomini topib, pasporti bilan o'sha nomini kirgizib kirishingiz kerak. Xo'sh, va u yerda bizga kerakli bo'ladigan yana ikkita ma'lumot bor. Bu birinchisi routeringizning IP'si. Bu bo'ladi 192.168.0.1 yoki 192.168.1.1 IP'si bo'ladi. Bu sizni routeringizga kirish uchun kalitdek tasavvur qiladigan bo'lsak, ya'ni sayt bu qulf, ya'ni o'sha qulf bilan ikkalasini chambarchas qilib turib, sizni routeringizga kirish uchun yo'l ochamiz. Yoki bo'lmasam, agar IP'ni umuman o'sha orqasidagi nakleykasida topolmaydigan bo'lsangiz, sozlamalarga kirasiz. Sozlamalarga kirgan paytingizda Wi-Fi joyiga kirasiz va Wi-Fi ustiga bosib kirganingizda mana router yoki marshrutizator degan joy bor. Shu joydagi IP ni olib turib saytga joylaysiz. Ya'ni mana aytib o'tganimdek 192.168.0.1. Wi-Fi'ngizga ulanayotgan paytingizda mana Google orqali kirasizmi yoki Chrome orqali kirasizmi? Выведите запрос или URL degan joyga o'sha IP ni yozib chiqasiz. 192.168.0.1 yoki 11 bo'ladi. Bu o'sha standart TP-Linkga o'zi ikkita anaqa berilgan IP'si. Xo'p, men hozir bu yerga parol qo'yganman routerim ichiga. Hozir misol tariqasida kirish uchun bu videoni oldim. Keyingi hozir videolarda tushuntirib o'taman, qanaqa qilib turib o'sha nom qo'yiladi, o'sha nom bilan parol qo'yiladi routeringizning o'ziga. Hozir menda avtomatik kirib ketdi o'sha Wi-Fi sozlash uchun. Ya'ni sizda router o'ziga kirish uchun login bilan parol qo'yishingiz kerak. Keyingi safar o'sha esingizda qoladigan bitta nom o'ylab topib turib, o'shani joylab qo'ying va bitta kichik narsasini aytib o'taman. Ya'ni parol qo'yayotgan paytingizda siz minimum 5 tadan 8 tagacha bo'lgan belgi qo'yishingiz kerak. Buning orasida rus anaqasi bo'lishi kerak emas, ya'ni Kirill alifbosida yozilgan bo'lishi kerak emas, hammasi shu ingliz tilida yozilgan bo'lishi kerak. O'sha raqam bo'ladimi, o'zingiz o'sha o'ylab topib turib qo'yasiz. Men oddiygina qilib turib admin 1 2 3 qo'yaman. Keyin admin 1 2 3
turib kiraman. Hop. O'sha boshida aytayotganimdek, ilova orqali hozir bunaqa qilishimiz kerak edi. O'sha men sozlamaga kirganimdan narsa chiqib qoldi. Hop, mayli. Siz o'sha ilovaga kirasiz, ya'ni sayt bilan ishlaydigan o'sha Google aytib o'tganimdek boshida. Men Yandexga kiraman. Xo'sh, mana bizga biz o'sha sozlamalarda o'sha ko'rdingiz qo'ydik. O'sha admin 123 qo'yamiz. Sozlamaga kiramiz. Hop, sozlamaga kirganimizda press qilaman. O'zim menda o'sha S60 router bo'lganligi uchun, TP-Link S60 router bo'lganligi uchun mana ingliz tilida o'sha barcha sozlamalari. Hop, bizga bыстрый настройка kerak, ya'ni tez sozlash punkti deydimi, shu joyi. Hop, birinchi bo'lib turib region tanlaymiz. Regionimiz, ya'ni GMTda 5+, sizda chiqishi mumkin Ashxobod, Toshkent. Menda hozir mana ko'rsataman. Mana. Menda bu Islomobod, Karachi, Yekaterinburg bo'lyapti. Xo'sh, mana. Siz bo'ladi. Bo'lmadi. Yo'q. Mana. Yana shuni tanlaysiz, keyingisiga o'tamiz. Dayli tugmasi. Hop, ya'ni o'sha boshida aytib o'tganimdek, bu sozlamalarimiz faqat DHCP IP da ishlaydi. Ya'ni o'sha sizda Dynamic IP, menda Dynamic IP, ya'ni o'sha Dynamic IP ning ingliz tilida yozilib chiqarilgan. O'shani bosib bosilmagan bo'lsa bosasiz, agar bosilgan bo'lsa shunda o'tib ketasiz. Shuni xuddi shunaqa o'tamiz. Keyingi bo'limida o'sha siz uni MAC adresi shu bog'lashingiz kerak bo'ladi yoki bog'lashingiz kerakmi, kerak emasmi o'shani so'rayapti. Bizga kerak emas, shuning uchun kerak emas deb turibdi. Biz o'tib turamiz. Hop, mana eng nima bo'ladi? Kutilgan joyi, ya'ni Wi-Fi ga nomi bilan parolni yozish. O'zingiz o'sha xohlagan nom bilan parol qo'ysangiz bo'ladi. Faqat kichik bir detalni aytib o'taman. Nomini qo'yayotganingizda o'zingiz xohlagan nom qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni qidirganingizda topadigan. O'sha Wi-Fi bosganingizda, poisk qilib turib kirganingizda o'zingiz topadigan nom qo'ysangiz bo'ladi. Parol qo'yayotgan paytingizda minimum 8 ta belgi bo'lishi kerak va uning ichida Kirill alifbosidan foydalanmasligingiz kerak. Hammasi ingliz tilida bo'lishi kerak. Yoki o'sha lotin alifbosida bo'lishi kerak. Xo'sh, va minimum 8 ta terasiz va o'sha hozir ko'rsataman, keyingi bo'limga o'tamiz. Yana aytib o'tmoqchi bo'lganim, maksimum 63 tagacha belgi qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni 8 tadan 63 tagacha. Hop, men o'zim Hop, bizda keyingi bo'lim chiqdi. Bu bo'limda o'sha siz sozlamalarni to'g'ri qilganmisiz yoki adashganmisiz, o'shani bitta qarab olishlik uchun o'sha joyi chiqdi. Hop, biz chasovой poyezd to'g'ri qo'yganmiz, IP'sini to'g'ri qo'yganmiz, nomi bilan parolni ham to'g'ri qo'yganmiz. Hop, bu bizga kerak emas. Agarda siz esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, shu joyni skrinshot qilib oling. Agarda esingizda aniq qolgan bo'lsangiz, o'zingizga amin bo'lsangiz, shunda dayli tugmasini bosib, ya'ni o'sha сохранить bo'lib o'tib ketaverasiz. Ya'ni сохранить tugmasini bosamiz. Mana routerimiz ishga tushdi, fayllarni qo'shityapti. Biz asta-sekinlik bilan router bizani yangi sozlamalarni o'tkazadi, eskilarni o'zdan chiqaradi. Xo'sh.
tugmasini bosamiz. Hop, mana Wi-Fi'miz yo'q bo'lib qoldi. Bu normal holat, hammada shunaqa bo'ladi. Ya'ni router u eski nom bilan parolni esdan chiqardi, endi esa yangisi bilan sizga chiqarib beradi. Hop, buning uchun bu joy bizga kerak emas. Wi-Fi ga kiramiz. Wi-Fi joyiga kirib turib, o'zimizning shu mana yangi qo'ygan nomimiz chiqib keldi mana. Yangi qo'ygan nomimizga parolni kiritamiz. Zaryadkamiz ham kam qolibdi. Xo'sh, 974.29. Hop, parolni birinchisi xato tergan ekanman, ikkinchisi to'g'ri terdim. Mana internetga ulandik. Internetimiz ishlayapti. Bo'ldi, mana shunaqa qilib turib sozlaysiz. O'sha videolarimiz o'rtasida o'sha aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni birinchi sozlashga o'sha kirayotgan paytimizda siz agar eski o'sha routeringizni o'sha logini bilan parolni bilmasangiz, kirgizib o'sha sozlamalarga kirgan paytingizda o'sha kirolmayotgan bo'lsangiz, routeringiz orqasida sbros tugmasi bor, o'shani 10 sekund bosib turasiz. 10 sekund bosib turganingizdan keyin routeringiz o'chib yonadi. O'chib yongandan keyin eski yana sozlamalariga qaytadi. Yana xuddi shunaqa men qanaqa sozlagan bo'lsam, xuddi shunaqa sozlab chiqasiz. Va login bilan shu parolni bu joyga yozib qo'ying, keyinchalik esingizdan chiqarmasligingiz uchun. Xo'p, endi keyingi ikkinchi usulni o'rgataman. Bu teaser ilovasi. Bu ilovani Play Market va App Store dan topsangiz bo'ladi. Hop, teaser ilovasi. Shuni yuklab olasiz. 116 MB ekan. Account kirazaman. Mana bizga kerakli bo'lgan Elmira Abdukatayeva. Xo'sh, buni kirgizamiz. Kirgizganimizdan so'ng bizga o'sha Google akkauntingizni paroli, ya'ni shuni qo'yib chiqamiz. Registratsiyani bosamiz, ya'ni o'sha условия использования политики konfidensialности, ya'ni o'sha bizani shartlarni va o'sha siyosatimiz hammasiga men qabul qilaman degan o'sha galochkani bosasiz va подтвердить bosasiz. Xo'p, bundan keyin mana активируйте свой TP-Link ID deyapti. Xo'p, siz o'shani aktivatsiya qilasiz, ya'ni hop, o'sha mana sizni email pochtangizga o'sha aktivirovать bo'lishi kerak bo'lgan, ya'ni hozir aktivatsiya qilishimiz kerak bo'lgan narsa ketdi. Email kiramiz. Xo'sh, mana TP-Link keldi. Hop, aktivatsiya вашего TP-Link ID, ya'ni o'sha assalomu alaykum, siz registratsiyadan o'tyapsiz, yangi shu ro'yxatdan o'tayotgan ekansiz TP-Link ID ga deb, ya'ni men завершить bosaman o'sha registratsiyani, keyin u aktivatsiya proshlo uspeshniy, ya'ni aktivatsiyangiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Hop, tabriklaymiz o'sha sizni ro'yxatdan o'tganingiz bilan. Rahmat, chiqib ketamiz bu yerdan. Teaser o'ziga kiramiz. Xo'sh, yana bir marta aktivatsiya, parol deb ekanmiz. IT sistemani bosamiz va mana shu отпечатка qo'ying deyapti. Yuzingizni ham Face ID qo'ysangiz ham bo'ladi, отпечатка qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin bu hozir menga kerak emas. Keyin duh
этапную проверку, проверки. Hop, buni bu hozir menga kerak emas. Hozir sizga asosiy o'rgatishim kerak. Hop, mana kirdik. Bizda barcha 60 routerimiz turibdi. Hop, biz bu birinchi sayt orqali sozlagan bo'lsak, mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Agarda saytsiz sozlaydigan bo'lganimizda qanaqa bo'lardi? Hozir men ko'rsataman. Xo'sh, mana bizda chiqyapti. Подключить маршрутизатор к модему deyapti. Sizda o'sha главный смесь internetingiz o'sha UTP kabel bilan, ya'ni Ethernet kabel bilan ulangan bo'lishi mumkin. yoki ana shu qurilmasi bilan через pachkort ulangan bo'lishi mumkin. O'sha sizda optika bo'lishi mumkin. Qisqasi, internetingiz ishlayotgan holatda o'sha WAN portiga qo'yilgan bo'lishi kerak. Hop, buni dalil tugmasiga o'tamiz. Keyin перезагрузить modem deyapti. Bu modemingizni o'chirib yoqing deyapti. Bu sozlash uchun sizga to'g'ri sozlash uchun kerak bo'ladi deyapti. Bu bizga kerak emas. Hop, bizda ya'ni boshida o'sha saytga kirgan paytimizda router o'ziga o'sha nom bilan parol qo'yishimiz kerak edi. Bu yerda parol qo'yilyapti. Biz qo'ygan edik parol admin123 admin123. Bu yerda ham o'zingiz xohlaganingizni qo'ysangiz bo'ladi. Xo'sh. Xizmat joyida qaysi turda xato yozib yubordim. Tekshirib olamiz. Hop, to'g'ri. Mana hozir o'tyapti. O'sha sozlamalar kiradi. Hozir router o'zinikiga o'sha kerak. Mana dinamический IP kerak. Mana pila bor. Bizga faqat dinamический kerak. Hop, настройкада bizga hech narsa kerak emas. Dalil tugmasini bosamiz. Va bizga shu Wi-Fi'imizni 2.4 GHz chastotadagi va 5 GHz chastotadagi nomi bilan parolni qo'yib chiqamiz. Shuni ko'ramiz. Hop, mana bizda подтвердите, примите настройки, ya'ni tasdiqlab oling va sozlamalarni qabul qilib oling. To'g'ri, ya'ni biz parol qo'yganmiz admin123. To'g'ri, o'sha dinamический IP bu ham to'g'ri. Ya'ni shu 2.4 GHz chastotamiz bilan o'sha 2.4 va 5G imizda hammasi to'g'ri. Qabul qilamiz. Boshladi. Hozir hamma siz aytgan so'zlamalarni qabul qilamiz deb so'zlanish jarayoni davom etyapti. Hop, tabriklaymiz. Первый можете пользоваться интернетом. Endi siz internet bilan foydalansangiz bo'ladi deyapti. Yana zavish tugmasini bosamiz. Yakunlashda siz proses bilan o'sha qoniqdingizmi, o'sha jarayon bilan deyapti. Yo'q, unchalik emas. Lekin mana yaxshi anaqa comment qoldirdik. Comment qoldiring deyapti ilovaga. Hop, ilova orqali shunaqa qilib turib sozlasangiz bo'ladi. Agarda xohlasangiz, ya'ni yengildan sozlamoqchi bo'lsangiz, больше joyga kirasiz, быстрый настройка yozib turib, xuddi shunaqa sozlamalarni qo'yib chiqib sozlasangiz bo'ladi. Mana dinamический yozib turibdi. Nomini shunda tanlaysiz. Shu nomlarni terdingiz, dalilni bosdingiz, sizga yana xuddi shunaqa chiqarib beradi. Oxirida o'sha spisik chiqarib beradi. Ya'ni mana bunaqa parol qo'ygan ekansiz deydi. Hop, buni ko'rib chiqasiz, qabul qilasiz, o'tib, yana yengildan sozlasangiz bo'ladi shunaqa. Hop, bu ilova to'g'risida keyingi videolarda
aytib o'taman to'laqonli. Shundan keyin bemalol maza qilib turib bundan foydalansanglar bo'ladi. Xo'sh, ana endi uchinchi bizani so'zlashimiz, ya'ni bu kompyuter notebook orqali kompyuter bilan qanaqa qilasiz, ya'ni qanday so'zlaysiz. Sizni o'sha routeringiz misol uchun shu mana kompyuteringiz turgan bo'lsa, bu yerda routeringiz turgan bo'lsa, yoki umuman boshqa xonalarda bo'lsa ham shu routeringiz orqasida LAN porti bor. Shu LAN portidan pachkort, ya'ni o'sha Ethernet kabeli tortilib sizni o'sha kompyuteringiz keysini orqasida Ethernet o'sha kiradigan o'sha kabelli joyi bo'ladi. Ya'ni kompyuter o'zini LAN porti. Shu LAN portiga ulaysiz, bu yerda routeringiz LAN portiga ulaysiz. Ulaganingizdan so'ng internetingiz ulangan, ishlayapti. Siz uladingiz. Ulaganingizdan keyin sizda o'sha internet, ya'ni pastda o'sha globus joyida internet kristik emasda, mana bunaqa chiziqcha emasda, sizda o'sha ya'ni ulangan, ya'ni to'g'ri bo'lishi bunaqa ulangan kompyuter ko'rinishida turibdi. O'sha holatga kelgandan keyin kirasiz sozlamalaringizga. Kirganingizdan keyin to'g'ri sozlamalaringizga emas, ilovaga kirasiz. Chrome yoki Google orqali kirib, xuddi shunaqa men birinchisida ilova bilan qanaqa qilishimiz kerak bo'lsa, xuddi shunaqa настройка qilasiz. Agarda o'xshatolmasangiz, yana bir marta kirib qarab chiqing. Albatta o'xshaydi. Xo'p, keyingisi notebook orqali notebookda qanaqa qilasiz? Wi-Fi ga ulanasiz. Yana xuddi shunaqa birinchi o'rgatganimdek sayt orqali kirasiz va shunaqa sozlaysiz. Va maza qilib turib internetingizdan foydalanasiz. Xo'p, siz bilan Diyor bo'ldi. Kanalimga obuna bo'ling. Keyingi videolarni o'tkazib olmasligi uchun pastda o'sha knopkani bosib qo'ying, ya'ni qo'ng'iroqcha o'sha tugmasini. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.